Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Alisher Navoiy nomli mahalla yig'inlari orasi Shayxun ko'cha 69A uyda uchib turaman. Mana bizda mana shunday problemalar bor. Misol uchun agrotumimizga ko'chat ekamiz har yili umuman ko'chatlarga suv yo'q. Agrotumimizdan suv yo'q, hattoki ichimlik suvimiz ham yo'q. Suvimiz ham yo'q. Endi mana qarang. Mana nimalarni ko'prik qilamiz deb 4 oy bo'ldi. 4 oydan beri mana shunday tashlab qo'ygan suv bo'yicha turibdi. Mana ichimlik suvimizda yo'mkisi masjidan 120 metr. 120 metr. Shu 120 metr yerdan bizga hattoki ichimlik suvi chiqmaydi. Chiqmaydi. 1 yil bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Bir yil bo'ldi. Biz hammamiz aravalab, bakaloshkalar, taqirlab, 3 kilometr yerdan ichimlik suvini olib kelamiz. İchimlik suvini. Endi bu yo'llarimizni qarang. Bu yo'llarimizni qarang. Biz ham axir xalqimiz shu O'zbekistonda fuqarosimiz. Bizga bo'lmasa, misol uchun bo'lsa, nevaralarimiz, bola chaqalarimiz uchun bo'ladirgan nimalar bo'lish kerak-ku. Bo'lish kerak. Mana endi yo'llarimizda ahvolini qarang. Yo'llarda ahvolini qarang. Shuncha aholi mana turibdi. Sekin hozir borib bu tomonda qo'lni ko'rsatamiz. Mayli nima javobgarligi boshqasi bo'ladigan bo'lsa, xalq uchun kurashyapmiz.